Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mijozimizda oshxona mebellari tayyor bo'ldi. Bu oshxona mebelimizni P shaklida yasab berganmiz. Oshxona mebelimizga shkaflar alyumin ramchli aynali fasadlardan qo'yib berganmiz. Undan keyin smart moykalarni joylab berganmiz. Ozgina rabochiy zona tashlab, gaz plitalarini qo'yib, xolodilniklarni shu ko'rinishda korobka holatda o'rab berganmiz. Oshxona mebelimiz ichki qismlari poni MDFda bo'lgan. Fasadlari tepa-past oq akrilda, o'rtalari yog'och fakturali beradigan egri materiallardan ishlatganmiz. Bu joylariga tortmalarini ham, xaladonlarini tandem mexanizmlarda, taylari ham patrojniy emas, laminatda qoshiqdonlar bilan qo'yib berganmiz. Bezruchka variantda yasab berganmiz. Oshxona mebel joiz bo'ladigan bo'lsa, borib o'lchashimiz, oldindan qanday bo'lishini ko'rish uchun 3D variantini bepul yasab beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Shahrixon mebelga murojaat qilaverasizlar.